Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo hammamizni ixlos bilan tutayotgan ro'zalarimizni o'z dargohida qabul aylasin. Qiyomat kunida bu ro'zalarimiz shafoatga loyiq bo'lib, bizlarning yaxshiligimizga hujjat bo'lmoqligini Alloh o'zi muvaffaq aylasin. Ro'zani buzmaydigan narsalar haqida suhbatlashayotgan edik. Buni davomi inshaalloh bugun davom etkazamiz. Ro'zani tashqi ko'rinishidan go'yoki buzaydiganga o'xshaydi-ku, lekin aslida ro'zani ochib yormaydigan amallar bir necha uni holatlari zikr qilingan. Shundan mana 7 tasini kecha eshittirgan edik. Ya'ni bilmasdan yeb ichib qo'ysa yoki biror ko'ziga dori tomilsa, surma qo'ysa dedik, yoki qon oldiradigan bo'lsa analiz topshirish uchun, yoki misvok qilsa, g'usul qilsa dedik, og'ziga yoki burnidan suv kirib ketmaydigan darajada mubolag'asiz og'iz burnini chayadigan bo'lsa, bunda ham ro'zasi ochilmaydi dedik. Va shu bilan bir qatorda mana keyingisi g'iybat qilsa yoki og'zini ochishni niyat qilsa ham fiqhiy nuqtai nazardan ochilmaydi. Ya'ni o'zi aslida biz ro'zani hikmatlari, ro'zani fazilatlari, ro'zani haqiqiy mukammal bo'lish sabablarini sanaganimizda, ro'zani faqatgina yeb ichish emas, balki gunohdan tiyilishlik uchun tutiladi. Ro'za tutmasdan avvalgi harom bo'lgan narsalardan tiyilishlik uchun o'zi aslida. G'iybat, chaqimchilik, yolg'on, dilozorlik, til bilan birovga qattiq ozor berishliklar o'zi asli ro'zadan tashqari holatda ham u nima edi? Harom edi. Endi bizni tutayotgan ro'zamiz faqat ochlikdan iborat bo'lib qolmasin. Balki bizni ro'za tutayotganligimiz o'sha g'iybatdan to'ssin, harom harij gapirishlikdan, so'kishlikdan, har xil chaqimchilikdan, yolg'on gaplardan to'ssin. Demak, fiqhiy masalada biror bir fatvo so'raydigan odamga g'iybat qilib qo'yibman, ro'zam ochiladimi yoki yo'qmi desa, ulamolarimiz aytadilarki, ro'zasi ochilmaydi, lekin savobidan bebahra qoladi degan ekanlar. Ro'zadan o'zi maqsad gunohdan tiyilish. Unga qazo tutib bermaydi, lekin savobidan bebahra qoladi. Chunki ro'za tiyilish o'zi aslida gunohdan tiyilish edi. Shu kabi ikkinchisi ro'zani ochishlik niyatini o'rganyapti, yodlayapti. Shu odam endi kitobga qarab yoki yozilgan yozuvga qarab yodlayapti duosini. Allohumma laka sumtu va bika amantu deb yodlayapti. Shu odamni ham ro'zadorlik vaqtida aytgan shu duosi aytishligi bilan ochilmaydi. Chunki uni niyati ro'zani ochish emas, o'sha duoni o'rganish. Shuning uchun u insonning ham ro'zasi ochilmaydi. Keyingisi 9-inchisi ro'zadorning ichiga o'zini ixtiyorisiz, xohlamagan holatda o'sha yo'l-yo'lakay bo'ladimi yoki uyda bo'ladimi, ovqat qilinayotgan joydami biror bir tutun kirdi yoki bir bozorda o'tib ketayotgandi, ko'cha-ko'yda biror bir odam sigaret chekkan ekan, uni hidi dimog'iga urdi. O'zi xohlamadi, ixtiyorsiz. Haligi narsa dimog'iga urildi, bu bilan ham ro'zasi ochilmaydi. Yoki shunga o'xshab chang kirdi. Yoki debdi biror bir pashshami, biror bir hasharotmi kirib ketib qoldi. Xohlamagan holatda bunda ham ro'zasi ochilmaydi. Xuddi shu singari xushbo'ylik, atur upa sotadigan joy yoki mushkambar sotadigan joylar bor. Birov sep olgan ekan yoki sepilgan ekan, shuni hidlashlik, bu ham ro'zani ochmaydi. Keyingisi 10-inchisi tish oldirish. Tish oldirgan vaqtida agar tishini oldirayotgan jarayon vaqtida milki qonini yutmasa yoki dorisini, o'sha tomizg'isini dimog'iga ketib qolmasa, unda ham tish oldirishlik ro'zani ochmaydi. Ro'zani ochishlikka nimadan xavf qilinadi desa, shu dimog'imizdan narsa o'tib ketib qolish kerak emas-da. Dimog'dan o'sha dorimidi yoki qonmidi, o'zimiz o'sha tish oramizdan chiqqan qonlar u tuflab olsa bo'laveradi. Lekin ichga yutib yuborilsa, unda ro'zani ochilib ketib qoladi, lekin davom etkazib ketaveradi. 11-inchisi shu cho'milayotgan vaqtida yoki tahorat yoki g'usul qilayotgan vaqtida qulog'idan suv kirsa, qulog'iga suv kirib ketib qoldi yoki qulog'ini kovladi, bunda ham ro'zasi ochilmaydi. Chunki suvning xususiyati u quloqdan kirishligi, u ichkariga kira olmas ekan. Moy shimib kirib ketar ekan, yo'q. Lekin suvning xususiyati bu dimoqdan ko'ra quloqniki sal kichikroq bo'lganligi uchun yo'lda qolishlik ehtimoli ko'proq ekan, shuning uchun quloqga suv kirishlik bilan ham ro'zasi ochilmaydi deb ulamolarimiz aytgan ekanlar. Ammo bunday ishlarni debdi, o'sha qulog'iga suv kirib ketadigan, qulog'ini hadib ko'laydigan ishlarni ro'zadorlik vaqtida hadib qilavermasin. Hamma yo'g'ini kovlavermasin debdi.
balki o'zini qo'lini tiyib yursin, undan ko'ra boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lsin degan ekanlar. Keyingisi 12-si tupugini, ya'ni og'zidan keladigan so'lagini yoki balg'amini debdi, uni yutib olishligi yoki tuflashligi ro'zani ochmaydi. Lekin tufugini to'plab og'zida shimib bir og'iz qilib uni yutib olishlik u makruh debdi. Haligi bir ozuqa bo'lsin deb og'zini shish qilib so'lagini keltirib yana yutaverishligi u makruh amallardan, karohati bor bo'lgan amallardan debdi. Keyingisi 13-si o'zini ixtiyorisiz qayd qilishligi. Ya'ni bir qayd qildi o'zini ixtiyorisiz, ya'ni kasal bo'lib qoldi, ko'ni aynadida qayd qilardi. Xohlasini u og'zi to'lib qo'ysin yoki bir qo'ltim qilsin, ixtiyorisiz bo'lmagandan keyin u ro'zasini ochmaydi. Endi agar o'zini zo'rlab agar og'zini ko'nini aynitib qusaydigan bo'lsa, unda ro'zasi ochiladi. O'zini majburlab qo'lini tiqib qusaydigan bo'lsa, unda ro'zasi ochiladi. Beixtiyor ko'ni aynida mazasi bo'lmadi, qayd qilardi. Qayd qilganda ikki xil holati bor. Bu nafaqat ro'zaga, balki tahoratga ham taalluqli joyi bor. Agar qusulgan, qayd qilingan ozuqa og'zini to'latib keladigan bo'lsa, bunda tahoratni ham sindiradi. Agar deb ko'ni aynidi-yu, kichkinagina bir narsa qaytib kelib qoldi. Buni tuflaveradi, lekin tahorati sinmaydi. Ro'zasi ham ochilmaydi. Ixtiyorsiz holatda kelgan qayd ro'zani ham ochmaydi, tahoratni ham sindirmaydi, u kichkina bo'lsa. Lekin og'zi to'lib qusaydigan bo'lsa, ixtiyorsiz bo'lgandan keyin, ya'ni o'zi xohlamagan vaqtida qusgani uchun ro'zasi ochilmaydi, lekin tahorati sinadi. Keyingisi tishlarini orasida no'xatdan kichikroq narsani yutib yuborish. Ya'ni ro'zani niyat qilib og'zini yopganida, lekin tishining orasida bir narsa, go'shtmi bir narsa kirib qoldi. U kirgan narsa ham juda kichkina ekan, no'xatdan kichikroq narsa ekan. Qilib chiqib ketib qoldi orqasiga. Ichiga ketib qoldi. Bunda ro'zasi ochilmaydi. Endi u no'xatdan katta bo'lsa, danaydan katta bo'lsa, endi unda ro'zani ochaveradi. Keyingisi junub holida yurishligi. Ya'ni g'usl vojib bo'lib qoldi. Masalan, kunduzi uxlayotganda uyqusining orasida g'usl vojib bo'lib qoldi. Bulg'anib qoldi. Bu odamning ham ro'zasi ochilmaydi. Junub holatida bir fursat yurishligi ham ro'zasini ochmaydi. Bu holat ba'zida shunday ko'proq bo'ladi. O'sha ertalab uyg'ongan vaqtida junub vojib bo'lgan bo'ladi, ya'ni junub bo'lib qolgan bo'ladi. Shunda qarasa fursat juda ham kam. Saharlik qilaman desa g'usl qila olmaydi, g'usl qilaman desa saharlik qila olmaydi. Endi nima qilsan shunda desa, og'zi burnini chayib, yengil tahorat olsinda saharligini qilaversin. Og'zi burnini qattiq qarqara qilib chayib, yengil tahorat oladi va qisqa vaqt bo'lganligi uchun saharligini qilaveradi va undan keyin og'zini yopgandan keyin g'uslini qilaveradi. Agar vaqti bo'lsa, afzali o'sha og'zini yopishdan oldin, saharlikdan avval g'usl qilish bu afzal. Bu ham albatta diqqatga sazovor ishlar. Keyingi oxirgisi mushakka, ya'ni terini orasiga ukol olishlik. Yengil bo'lgan ukollarni olishlik ham ro'zani buzmaydi. Agar olayotgan ukolimiz tomirdan bo'ladigan bo'lsa, quvvat ukollar bo'ladigan bo'lsa, unda ochadi deyilgan. Ovqat yemasa-yu kapinsani ulab qo'ysa, litr ketaversa, u ro'za tutgani qaytga boradi. Shunday haligi kapinsalar bor, u 2 kosa ovqatdan anaqasi kuchli ozuqasi. Demak, ozuqa bo'lmaydigan ukol ham o'sha mushakka qilinadigan ukollar, bular ro'zani ochmaydi. Alloh hammalarimizga o'zi bu tutayotgan ro'zalarimizga kuch-quvvat bersin, mukammal ado qilishimizga Alloh tavfiq bersin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk. Amin. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma hdina ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar.